Ba'zi odamlar tug'ilganidan omadli bo'ladi. Siz ham ularning orasida bormisiz? Keling, tekshirib ko'ramiz. Agar tug'ilgan sanangiz quyidagi ro'yxatda bo'lsa, siz omadli bo'lib tug'ilgansiz. 1, 10, 19, 28 rahbarlik va kuchli taqdir egasi. 3, 12, 21, 30 tabiiy ijodkor va har doim omad kulib boqadi. 5, 14, 23 har qanday vaziyatdan chiqish yo'lini topadigan sarguzashtlarga boy inson. 7, 16, 25 sirli va donishmand, omad ularga o'zi keladi. 8, 17, 26 pul va muvaffaqiyat yo'lida omadli inson. 9, 18, 27 taqdir tomonidan maxsus vazifalar uchun tanlangan. Tug'ilgan sanangiz omadli ekanligini bilib oldingizmi? Izohlarda yozing va do'stlaringiz bilan ulashing. Bizga obuna bo'lishni unutmang.